Doktor, xatnada ota-onalar qatnashsa bo'ladimi? Men tavsiya qilardimki, xatna jarayonida ota-onalar qatnashmasligini va o'zim ham harakat qilaman ota-onalarni olib kirmasligiga xatna jarayoniga. Nimagaki, ba'zi holatlar bo'ladi, xatni qolib ota-onani tinchlantirish kerak bo'lib qoladi. Chunki ochgan degan, chiqadigan tuzlarni ko'rib yoki xatna qotgan jarayonida ota-onani bolaga achinib, rahmi kelib, mazasi qochib qoladi. Xullas, men tavsiya qilamanki, xatna jarayonida ota-onalar ishtirok etmasligini. Ba'zi hollarda menga aytishadi, doktor, men kirmasam bola tinchlanmaydi, bola yig'laydi. Yig'loqi bola bo'lsa, adasini olib kirasizmi, ukol qilasizmi, PlayStation qo'yib berasizmi, kompyuter olib kirib berasizmi, yig'laydigan bola po-любому yig'layveradi. Bir xil bolalar bor, o'ynab kulib o'zi kirib chiqadi. Yig'lamaydigan bola shundoq ham yig'lamaydi. Atak отговоркалар bor, tepasida ota-onasi tursa bola ancha xotirjam bo'ladi. Naborot, u panika qilib, talpon urib, meni ishimga xalaqit beradi. O'shaning uchun ko'p holatda men xohlamayman ota-onasi olib kirganda. Xatna jarayonida savollar ko'p bo'ladi yoki achinib, переживать qilgandan keyin ham ancha ota-ona mazasi qochib qoladi. O'shaning uchun tavsiya qilaman. Xatna jarayoni men o'zim aytaman. Bizning xatnalarda ota-onalar ishtirok etmasligini va shuni so'ramasligini mendan. Sizlar o'z farzandinglarning xatnasida ishtirok etganmisizlar yoki shuni yozib qoldiringlar.